Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Real bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Ispaniya Kubogi finalida Barselonadan uchralgan mag'lubiyatdan keyin klubdagi kelajagi bo'yicha bir qarorga keldi. Atletik nashrining yozishicha, italiyalik mutaxassis Madridni tark etib Braziliya terma jamoasini boshqarishni ma'qul topgan. 65 yoshli mutaxassis Real rahbariyatiga o'z rejasini aytdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Ancelotti 15-iyunda boshlanadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etmaydi. Ayni paytda hamkorlikni to'xtatish bo'yicha tomonlar muzokara olib boryapti. Braziliyaliklar Ancelottiga 2030-yilgi jahon chempionatiga qadar terma jamoani boshqarishni taklif qilgan. Agar mashhur mutaxassis bu chorlovni qabul qilsa, terma jamoa murabbiylari orasida eng katta maosh oladigan murabbiyga aylanadi. Roma bilan tuzgan shartnomasi kelasi yilning yozida yakunlanishi kerak bo'lgan Eldor Shomurodov Romada 2027-yilning yoziga qadar qoladigan bo'ldi. Biroq yangi kelishuvga ko'ra Eldorning maoshi ma'lum miqdorda kamaygan. Shomurodov 2021-yildan beri Romada harakat qilib kelmoqda. U rimliklar safida jami 72 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol va 10 ta golli uzatmani amalga oshirgan. 27-aprel kuni Liverpool Angliya Premyer Ligasining 35-turi doirasida o'z maydonida Tottenhamni 5-1 hisobda mag'lub etib, muddatidan oldin chempionlik unvonini qo'lga kiritdi. O'yin yakuniga ko'ra Liverpool 82 ochko to'plab, turnir jadvalidagi eng yaqin raqiblarini katta farq bilan ortda qoldirib ketdi. Ushbu titul Liverpool bosh murabbiyi Arne Slot uchun Angliya Premyer Ligasidagi ilk sovrin bo'ldi. Niderlandiyalik mutaxassis 2024-yil yozida klubni boshqarishni boshlagan. U Premyer Ligada g'olib bo'lgan birinchi niderlandiyalik murabbiy sifatida Angliya futboli tarixiga kirdi.